Optim narxlarda 3 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarni ham obzor qilgan akalarimiz uchun hozirda agroservis do'konlarida 3 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarimizni qisqacha ma'lumotlarini berib tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Va videoni boshlashdan oldin ekranda pastda obuna tugmasi bor. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, kelganlar narxlarni aytib o'tilgan narxlardan kamini qilib tushirib beramiz. Birinchi motoblogimizdan boshlaydigan bo'lsak, motoblogimiz 3 ot kuchli bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodning orqali yarimta tortga zavodit oladi. Motorlari 40 kichkinaroq motor bo'ladi. Yog'li benzin bo'ladi. Benzinlariga 1 litrga 40 grammdan bo'lgan moylarni, ya'ni yog'larni aralashtirib ishlatasizlar. Vozduxni filtrlari tevada qilib joylashgan bo'ladi. Sababi pastda frezada changlish qilganligida motorga chang ketmasligi uchun. Frezasini tashqarisigacha 40 cm bo'ladi. Reduktorlari ham yaxshiroq reduktorlardan qo'yilgan bo'ladi. Undan keyingisi 5 ot kuchli bo'ladi. Motorlari 44 ga 5 motor bo'ladi. Reduktorlari katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Bularga nisbatan juda ham katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Frezalari ham tashqarisigacha 40 cm bo'ladi. Qalin frezadan qo'yilgan bo'ladi. Yoqilg'i benzin boklari 2 litrlik qilib ishlangan bo'ladi. Bu karterli varianti bo'ladi. Toza benzinni quyib ishlataverasiz, faqat motoriga ham 250 grammdan moylaringiz quyib yurasiz. Buni ham vozdux filtrlari tevada qilib joylashgan bo'ladi akalar. Undan keyingisi menga kattaroq keladigan akalarimiz uchun original 7 ot kuchli ham motobloklarimizdan yetib kelgan. Bularni ma'lumoti yog'ilg'i benzin boklari 3 litrli, motorlari 170 F motor. Moy datchilarigacha qo'yilgan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodning orqali yarim tortga zavodit oladi. Vozduxni filtrlari massivniy bo'ladi. Korobkalari katta 450 litalik korobka qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Skorlari oldiga 2 tana, orqaga 1 tana skorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz o'zini komplektida 4 qatordan 8 qator bo'lgan original qalin frezalarigacha bor akalar. Xo'p. Menga 7 ot kuchli biz, undan kattaroq bo'lsin degan akalarimiz uchun 9 ot kuchli original motoblogimizdan ham yetib kelgan. Yoqilg'i turlari benzin boklari 5 litrli qilib ishlangan. Yurg'izish joylari zavodning orqali, vozduxning filtrlari masliniy, rasxodlari soatiga 700 grammdan rasxod qiladi. Reduktorlari katta reduktordan qo'yilgan, motorlari 177 F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz orqa tomonida qishloq xo'jaligi von mavjud. Qishloq xo'jaligi, karcher sistema, rotorli kasilka, jatka apparatlari va shunga o'xshash qishloq xo'jaligiga ulanadigan texnikalarni bemalol ulab ishlatishingiz mumkin. Skorlari oldiga 2 tana, orqaga 1 tana skorlarigacha qo'yib qo'yilgan akalar. Motoblogimiz komplektida 4 qatordan 8 qator bo'lgan original o'zini komplektidan chiqadigan frezalari, balonlari katta Cherokee balondan qo'yilgan bo'ladi. Menga 13 ot kuchli bo'lsin, statorli bo'lsin degan akalarimiz uchun oldi tomonlarda LED faralarigacha qo'yilgan, statorlari katta konstatordan qo'yilgan, akkumulyatorlari ham mashinaning akkumulyatorlaridan qo'yilgan bo'ladi. Xohlaganlar bu tomondan zavodni yurg'izishlari mumkin, xohlaganlar bu tomonda kalitlarigacha bor akalar. Bemalol kalitga ham yarimta bosib, zavodit olib ishlatishlari mumkin. Yog'li turlari buning benzin boklari 5 litrli, rasxodlari atiga 100 gramm ko'proq, 8 gramm soatiga rasxodi bor. Vozduxning filtrlari masliniy, motorlari 188 F motor bo'ladi akalar. Reduktorlari katta reduktor. Buni ham qishloq xo'jaligiga, karcher sistema, rotorli kasilka, jatka apparatlarini ulab ishlatishlari mumkin bo'ladi. Undan keyingisi eng katta bo'lgan 17 ot kuchli motoblogimiz. Yog'ilg'i benzin boklari 5 litrli, yurg'izish joylari xohlaganlar zavodnoga, xohlaganlar kalitga yarimta bosib yurg'izib ishlatishlari mumkin. Oldi tomonlarda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralarigacha qo'yilgan, balonlari katta Cherokee 600 ga 12 balondan qo'yilgan. Reduktorlari 750 talik katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimiz satelitli varianti bo'ladi. Satelit nima degan akalarimiz uchun chap tomonda ruchkani bosadigan bo'lsangiz, chap tomonga bitta qo'lda o'zida burish imkoniyatini beradi. Agarda xuddi shuni o'ng qo'lda bosadigan bo'lsangiz, o'ng tomondagi ruchkani bosadigan bo'lsangiz, o'ng tomonga bitta qo'lda o'zida burilish imkoniyatini bera oladi akalar.
Bu ko'pincha arava tortayotganlaringda, yuk tortayotganlaringda yoki diğer haydayotganlaringda kerak bo'ladi. Motoblogimiz orqa tomonda bunda ham qishloq xo'jaligi VOM mavjud. Qishloq xo'jaligi VOMga karcher sistema, жатка, rotorli kasserkalar, shunga o'xshash qishloq xo'jaligi ulanadigan texnikalarni ulab ishlatishingiz mumkin. Motoblogimiz pastki reduktorini ham ko'rishingiz mumkin. Boshqalarga qaraganda juda ham kattakon qilib ishlangan, qo'shimcha sisternalar bor, blok sistemalarigacha qo'yilgan akalar. Kimga xuddi shunday optim narxlarda 3 ot kuchidan 7 ot kuchigacha, 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni akalar.